rahmat, sizga rahmat. Bola bordi-ku. Bu o'g'lim hozir 3-sinfga boryapti. Qizli ham bo'ldim, ikkita o'g'lim, bitta qizim bor. Boringizga shukr, mol qilyapman, parranda qilyapman. Kredit olib, tomorqani ajriqlardan tozalab, mana bu quloqli tepani girdini o'zimizni yonimizdagi sho'rcha ariqlarni tagirchukda qozdirtirib, sizdan keyin bo'lgan hokimlardan yordam so'rab. Siz Toshkentda ishlab yurganlarda shu darajada hozir yerni ko'rsangiz, haligi stadion bo'lib yotgan yer hozir gupillagan yer. Zo'r bo'ldimi? Ishlasa ishlaydigan yer bo'lib turibdi. Bir vaynichasga borsangiz, bizning uyimizga bir boring, bir mehmon qilay. Bu opa ko'chada qolib ketganda, mana shunday bitta bolasini qo'lda ko'tarib, yig'lab, dodlab men Denozda hokim edim. Uyga kelib ko'rdik. Unda bir so'rayotgan joyi ajriq, yerda bir odam yashaydigan joy emas edi. Shunga dedi, bittagina tom qilib bering, men o'lguncha duo qilaman, mana shu yerda obod qilaman, ishlayman, men birovga qo'liga qaramayman deb olib mana hozir mana shu gap. Va 3-sinf bo'libdi, ana bola qo'lda bir 2 oylik bola. 3-sinf bo'ldi. Shu bola 2 oylikdan shu dod endi tasavvur qiling, 2 oylik bolasi bor odam ko'chada qolib ketsin. Hokim bu ariq bo'yida yotib, siz yerni bergandan keyin siz 10 million kredit olishimga yordam berdingiz. Na men, na erim oylik ishda ishlamasdik. Biz er-xotin ikkomiz g'ish qo'ydik. Erim loyini terladi. O'zim bir kosa sho'rvani zori bo'libdi, o'sha mahallada turib, o'sha ariqni bo'yida toldi tagida turib yashab suhbatcha qilib, fondamtini qo'ydik, olib bergan kreditingizdan, parranda qildik, bir sog'in sigir olib qo'ydik. Pul yo'qolib ketmasin deb. Usta ishlatdik-da, 2 xona uy ko'tardik. Molimiz ko'paydi, oshxona ko'tardik. Mana hozir 2 ta xona oshxonamiz, 2 xona uyimiz, tomorqamiz bo'lgan. Xudoga ming shukr. 3 ta farzandim, oilam bilan ajrashib ketmadim, baxtli yashayman. Ajrashmang. Ularga aytdim, mana shu qiyinchiliklarning hammasini rohati bor. Endi keladi. Mana shu bolalaringiz hademay katta bo'ladi. Ular qiyinchilik ko'rgan-ku, qattiq ishlaydi, o'qiydi, odam bo'lib, bu qiyinchiliklar hammasi ortga qolib ketadi. Sizni televizorda ham, telefonda ham gapingizni bo'lsam o'zi ko'rsatib boraman o'g'illarimga. Men hokim bo'ldim, hokim bo'laman, prezident bo'laman degan niyatlarda o'qiydi. Bilimi yaxshi. Bu ham katta hokim bo'lsin, mana shu yordam beramiz. Sog' bo'ling. Baxtimizga doim sog' bo'ling. Hammaga mamnun, opalar, mehnat qilinglar. Mehnatni tagi rohat. Mehnat qilmasdan hech narsaga erishib bo'lmaydi, hech qachon. Shunday. Faqat mehnat. Mehnat bo'lsa oldindan chiqib bo'ladi. Opa sog' bo'ling, salomat bo'ling. Farzandlar rohat Bir bo'ling. vaynichas ketganingizga Kiraman uyga. rahmat sizga. Keyin mana qo'yni so'yib, hammaga mana shu opalarimizga teng taqsimlab berib yuborasan. Hozir. Opalar ketib qolmay hozir uy kelyapti. Unam keladi, go'shtdan ham bo'lib berib yuboramiz. Bo'ladimi? Ketib qolmay Rahmat, sog' bo'ling.